unutilmas. Judayam hayajondan to'g'risi uxlaganim yo'q. Turdieva Yulduz Joyeva. Quralay deb chaqirdilar. Shu medal motivatsiya bo'lsa, Zo'rov G'aybullo Muftilloov. Har biringizni o'zim alohida tanladim dedilar. Shu medalni taqayotganlarda aytdilar, yana ham ko'proq ilhom bo'lsin. O'rnidan turib ketdim darrov. Endi hayajondan quloq eshitdi, shukrulloh, shukrulloh 5-6 marta qaytardilar. Nima deganlarini anglamadim. Chunki hayajonlanib ketdim-da. O'qituvchi bo'lib olib bo'lmaydi bunaqa mukofotni yoki bo'lmasa bir maqomchi bo'lib olib bo'lmaydi deyishardi. Ko'zimizga yosh kelib yuribmiz mana haligacha. Xabarni eshitdik-ku, darrov ijtimoiy tarmoqqa video joyladik. Va hamma yozdi, Yulduz Turdiyeva loyiq. O'zingizda qanaqa bo'ldi? Buni bir tabriklar, qutlovlar. To'g'risini aytsam, avvalambor assalomu alaykum. Barcha yurtdoshlarimizga mustaqilligimizni 35 yilligi muborak bo'lsin. Mana shu 35 yillik munosabat bilan biz prezidentimizdan kamtarona xizmatimizni qadrlab, buyuk ustozlar olgan mukofotni bizga, mana yoshlarga yuksak mukofot bilan taqdirlashlari bu men uchun unutilmas. Judayam hayajondan to'g'risi uxlaganim yo'q, ovozlarim. Hattoki to'g'risi bu biz repetitsiya jarayonida edik. Telefonim yonimda emas edi. Birinchilardan bo'lib vazirimiz o'rinbosarlari Yulduzxon, maylimi sizni? Labbay desam, tabriklaymiz deyaptilar. Nima bilan? Xalq artisti kim deyapman. Siz dedi. Aytdim, yo'q, mana o'qing. Bilasiz, shunaqa yig'labman, shunaqa otam, onamga darrov bildirib, ular ham kutishgan, otam, onam. Albatta bunday yuksak mukofot biz yoshlarga berilgani juda ham quvonarli. Haligacha men o'zimda emasman. Hayajonda ishongim kelmayapti. Mana bugun yurtboshimizni qo'llardan oldik, hayajon, katta hayajon bilan va o'zimizni rahmatlarimizni bayon qildik butun san'atkorlar nomidan. Menimcha endi ijod qilamiz. Boshqacha bo'ladi. Endi boshqacha bo'ladi. Mas'uliyatliroq. Mana tadbirlarda bilamiz, hamma bilan o'sha prezident bir og'iz ko'rishadi, lekin sizga har doim alohida to'xtaladi. O'ylaymizki, bugun ham sizga qulog'ingizga alohida bir tabrik, fikrlar bo'lgan bo'lsa kerak. Nimalar dedi? Fikrlar, Yulduzxon hamma narsani o'z vaqti soati bo'ladi, qizim. Mana bugun muborak bo'lsin dedilar va endi ham yangi ijodlarni sizlardan kutib qolaman. Endi ijod qilasizlar, mana shunday mas'uliyatli. Hattoki Buxoro viloyat hokimimizga mana birdaniga ikkita buxorolikka berib yubordim, xalq artisti. Bizda kulgi bo'ldi davrada, o'sha yig'ilishda, tadbirda Ilyos Arabov bilan birgalikda oldik bu mukofotni, xalq artistini. Endi mas'uliyatliroq, bu juda ham katta mas'uliyat talab qiladi bizga. Endi yana ham ijodkorlar birlashib maqomlarimizni butun dunyoga targ'ib qilish. Mana o'zimizda juda ham ko'plab xalqaro maqom festivallari, anjumanlari bo'lib o'tyapti o'zimiz yurtimizda. Yaqindagina Namanganda prezidentimizning bir jumlalari hammamizni to'lqinlantirdi, maqomchilarimizni. Ya'ni bizning yurtimizda dunyo maqom markazi akademiyasini ochamiz dedilar. Bu bizning maqomchilarga bo'lgan hurmat, madaniyat xodimlariga bo'lgan yuksak e'tiborlarni yildan yilga mukofotlarni ko'payishini ham sezyapsizmi? Bu madaniyat xodimlariga bo'lgan hurmatlari yurtboshimiz. Yurtboshimiz sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Albatta biz xalqimizga, yurtboshimizga sadoqat bilan xizmat qilamiz inshaalloh. Men faqatgina Buxoroda ishtirok etaman, chunki bayramdan keyin ham bu yerda o'zimizda, respublikamizda ko'plab viloyatlardan takliflar bo'ldi, yo'q emas. Endi shu Buxoro ona yurtimga borib, buxoroliklar bilan, hamshaharlarimiz bilan xudo xohlasa bayram birga nishonlaymiz. birinchi bo'lib xushxabarni prodyuserimiz Bekzod Abdurazzoqov yetkazdi. Boshim ko'klarga yetdi. Juda ham xursand bo'ldim. O'zi sizda umuman ochiq qilib aytadigan bo'lsak, mukofotlar ketma-ket bo'lyapti. Bunchalik tez bo'lishini kutganmisiz? Yo'q. Endi biz ozgina mehnat qildik. Shuni yurtboshimiz bir katta bir unvon bilan taqdirladilar. Mana o'zi oxirgi paytlar umuman prezidentimiz yosh artistlarga juda ham katta e'tibor qilyaptilar. Va o'sha har bitta artistga o'sha medal berishda ma'lum bir vazifalarni, tabriklarni qo'yadi. Sizga nimalar deyishdi bugun? Menga shu motivatsiya, sen uchun shu medal motivatsiya bo'lsin va kelajakdagi ijoding bundan ham ko'paysin. Quralay deb chaqirdilar. Demak, sizni qo'shig'ingizni ham bilardi. Albatta. Xursand bo'ldim juda ham. Assalomu alaykum.
Avvalambor mana shu mukofotlar bilan tabriklaymiz. Prezident har safar alohida tabriklaydi har bitta san'atkorlarni. Bu safar sizga nima tabriklar, qanaqa fikrlar bo'ldi? Muhtaram prezidentimiz aytdilarki, har biringizni o'zim alohida tanladim dedilar va har biringizni qadrlayman dedilar. Shu medalni taqayotganlarda aytdilar, yana ham ko'proq ilhom bo'lsin, omad tilayman dedilar. Bundan ortiq baxt bormi? Men bugun ilhomga to'la bir kuchga to'la bo'lib, endi O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist degan nomni oqlashim kerak, yaxshi ijod qilishim kerak. Sizlarga yaxshi kayfiyat ulashib, faqat olg'a yurishim kerak endi. Shunaqa bir kuch bilan chiqdik. Sizga bu xushxabar ko'rdik, o'sha qaysi joyda xizmatda ekaningizni yetkazildi adashmasak. Mana shu haqida ham qisqa aytib bering. Konsert paytida bo'ldi. Boshida endi bunaqa hazillar ko'p bo'lgan. O'sha hazillardan yana bittasi deb o'yladim. Ishonmadim. Keyin ko'chaga chiqib internetga kirganimda qarasam shunaqa gaplar yuribdi. Ko'zimizga yosh kelib yuribmiz mana haligacha. Bayram, o'sha kundan beri bayram bo'lyapti, bir haftadan beri. Bayram ustiga bayram, yana mustaqillik bayrami. Xullas chiroyli, go'zal kunlar mana. Rahmat ustozlarimizga, ota-onamizga, muxlislarimizga, hamma qo'llab-quvvatlagan insonlar hammasiga rahmat aytaman. Albatta juda ham boshim ko'kka yetdi bunday bir nima deydi uni ulug' mukofot bilan mukofotlanganimdan. Haqiqatan ham aytganingizdek oldin aytishardi haligi o'qituvchi bo'lib olib bo'lmaydi bunaqa mukofotni yoki bo'lmasa bir maqomchi bo'lib olib bo'lmaydi deyishardi. Yo'q, unaqa emas ekan. O'sha mana qilgan ozgina harakatlarimizni ko'rib, yuqori baholab uni prezidentimiz aynan o'zlari shu mukofotga loyiq deb ko'rganlariga juda ham mamnun bo'ldik. Qolaversa ustozlarimizni, onamni duolari ijobat bo'ldi. O'sha O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist berganlarida aynan o'sha yurtboshimiz xudo xolasa to'xtamagin. Mana shunaqagi shijoat bilan yurgin. Xudo xolasa xalq arsini ham o'zim beraman degan gaplarni bugun menga yana eslatdilar-da, esingdanmi shunaqa degan edim deb mana hozir ko'kragimda o'sha xalq arsisti nishonasi ilib qo'yildi. O'qish xabari kim yetkazdi sizga? O'rtoqlarim men hayolimda ham yo'q edi. Men onamni ko'rgani borgandim. Onamni tug'ilgan kunlariga Buxoroga borgandim. O'sha kuni biz onamni bir nima deydi uni surpriz qilib bordim onamni oldilariga. Lekin qarangki, yana qo'ng'iroq bo'lib, undanda kattaroq surpriz onam uchun bo'ldi. Juda ham xursand bo'ldilar. Oyim ham, ustozlarim ham birinchi o'rtoqlarim yetkazishdi buni. Ko'pchilik aytishadi, mana sizni, siz qator insonlarni juda ham ko'p xizmat qilishgan, lekin kechroq mukofotlanishdi degan fikrlar bor-da, lekin o'ylaymizki, shu payt ham berilgani balkim bejizga emasdir. Yo'q, endi nima deydi? Har bir narsani o'zining vaqt soati bor. Shu kunga nasib qilgan ekan, xursandmiz. Muhtaram hurmatli prezidentimiz 2021-yilda do'stlik ordeni bilan taqdirlaganlar meni. Mana oradan bir 4-5 yil o'tgandan keyin mana shu kichkina san'atimizni inobatga olib, shu yoqtirib, ko'rib turib, mana shu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni berdilar. Men juda ham xursandman, juda ham baxtliman. Bu yurtboshini prezidentni nazarga tushish bu har kimga emas. Bu eng chiroyli baxt hisoblanadi. Meni yoshligimda buvim yetardilar-da. Bolam dedilar, poshsho Allohning yerdagi soyasi dedilar. Mana shu poshsho Allohning yerdagi soyasi hisoblanadi. Mana shu poshshoni qo'lidan unvon olish, mukofot olish bu har bir inson uchun bu baxt hisoblanadi. Mana shunaqa baxtli insonlarning qatoridan. Mana bilamiz, prezident o'sha unvonlarni taqayotganida qisqa bo'lsa ham fikrlar bildiradi. Sizga bugun nimalar dedilar ular? Menga aytdilar, shukrlar, seni hurmat qilaman, san'atingni yaxshi ko'raman. Chunki hali ertadan salomlarni ko'rar ekanlar, har xil gaplarimni eshitar ekanlar, bilar ekanlar. Omad tilayman, bo'shashma, yana ijod qil, to'xtamagin dedilar. Xo'p bo'ladi, hurmatli prezidentim, albatta ijod qilaman, yurtimizga, vatanimizga, prezidentimizga xizmat qilamiz dedik. Juda xursand bo'ldik. U o'sha tadbir davomida nima deydi, mukofotlash davomida o'zlarining nutq so'zlaganlarida men eng xursand bo'lganim hamma butun aniqlan gapirib, mana shu islohotlarni, rivojlanishni gapirib turib, mana madaniyat sohasi turib, meni shunday ko'rdilar-da. Mana oddiy bunda qarab turib, mana shukrlar dedilar. Shukrlar, men ancha yildan beri alohida mana shukrlar deb bir
o'rnidan turib ketdim darrov, endi hayajondan quloq eshitdi, shukrulloh shukrulloh 5-6 marta qaytardilar. Nima deganlarini anglamadim, chunki hayajonlanib ketdim-da. Endi shuncha odam ichida bitta menga qarab, shuncha san'atkorlarimiz o'tiribdi, ularning nomini aytdilar, birinchi bo'lib shukrulloh dedilar. Bitta o'rnidan turib, mana shukrulloh deb chiroyli gapirdim, men shu xursand bo'lib ketdim. Mana shu 7-chi osmonda uchib yurdim deydi, xuddi shunaqa bo'lib ketdi-da. Bu yoz sizga umuman boshqacha keldi menimcha. Kelgandaki unisiga lavozim, ketidan unvon. Vazirimiz baraka topsin, Ozodbek Ahmadovich qanaqadir juma kuni edi. Vazirlikda majlis qilindi. Mana shunaqa qilib mana Toshkent shahar madaniyat bosh boshqarmasidan boshlig'ining o'rinbosari etib tanladilar. Bu internet tarmoqlarda Shukrullo Siroliy zam ministri bo'ldi degan gap hamma yoqqa chiqib ketib qoldi. Shu bo'lib ketdi, hammaga qo'ng'iroq qildi, zam ministri bo'libsiz deydi. O'zimga Telegramda kelib yopti hamma yoqda. Hayronman. Muvaffaq bo'lib ketib qoldi. Ertasi kun shanba kuni hurmatli prezidentimiz qarorlari chiqib turibdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist bo'ldingiz degan xabar keldi. Hali bir baxt kelsa qo'shalar keladi deydi-yu. Juda ham men xursandman, juda ham. Shuning uchun hammaga shunaqa bir omad, baxt tilaymiz. Mustaqilligimizning 35 yil arafasida menga shaxsan prezidentimiz qo'llaridan Mehraj Shuhrati ordeni bilan taqdirlanish nasib qildi. Bundan men juda ham xursandman. Xalqimizga, yurtimizda bayram ko'p bo'lsin. Madaniyatga, san'atga qaratilgan e'tiborni juda ham oxirgi yillarda ko'ryapmiz, juda ham zo'r. Hamma san'atkorlarimiz xursand, ishlayapti, izlanyapti. Men o'ylaymanki, mana shunaqangi ordendan keyin yana 2 barobar ko'p ishlashimiz kerak. Bu bizga mas'uliyat yuklaydi. Albatta bugungi bayram bilan barchani yana bir bor tabriklayman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Tinch yurtga konsertlar, bayramlar yarashadi.